O'zingiz uchun ham yashang bu hayotda. Vaqt, umr juda qisqa. Hamma o'zingizni ehtiyot qiling deydi, lekin hech kim sizni ehtiyot qilaman demaydi. Qarang, sizni ehtiyot qilaman demaydi. Bir dard cheksiz, o'zingizni joningiz og'riydi, o'zingiz qiynalasiz. To'g'ri, odamlar sizga dori-darmon olib kelib, malham qo'yib davolashga harakat qiladi, lekin o'zingiz joningiz qiynaladi. Hadeb uy solish kerak, mashina olish kerak, xarajat qilish kerak, falonchini kamini bitkazib falan. Qo'ying. Bir nafasda joningiz kelsa, hammasi qolib ketdi. To'g'ri, oila, bola-chaqa, ota-ona, boshqa el, millat, xalqqa yaxshilik qilib xizmat qilish kerak. Sog' bo'lsangiz xizmat qilasizmi? Sog' bo'lsangiz ko'ngilni olasizmi? Sog'lig'i uchun inson o'ziga e'tibor qilish kerak. Hammaga jon kuydirib, hammaga undaq qilishim kerak, bundaq qilishim kerak. O'zingiz. Sizga ham Alloh umr bergan-ku. Har bir nafas kirib jasaddan chiqib ketayotganda xayrni tushib ketadi, qiyomatgacha kirmaydi o'sha nafas. G'animat biling.